Endi ovqatchan ichkariga olamiz. Voy, bu nima deyapti turishi? Assalomu alaykum do'stlar, men ismim Sherzod. Bugun Outdoor Uzbek YouTube kanali uchun trakda golubsi pishirib ko'rsatib bermoqchiman. O'ylaymanki video yoqadi sizlarga. Obuna bo'lishni unutmang. Aytgancha bu meni YouTube'da birinchi videoim desam bo'ladi. Kamchiliklar bo'lsa uzr. Gaz plitani olamiz. Qozonni ham olamiz. Va gazchani olamiz. Arashtirdilaysizmi? Mana gaz plitachi. Yo'lni ochamiz. Boshqa kirgizamiz. Yopamiz. Shuni ham bo'lsak u qotadi. Kirga e'tibor bermaysizlar, yuvishingizdan chiqib. Xullas o'tgan gal qilgan tushonkamdan qolib ketganini ham ovqatga qo'shib o'rmoqchiman. Birinchi mana bu yog'larni tashlaymiz. O'rnim tagini yoqish uchun mana oxirigacha bitta buraymiz, tekshiramiz. Yondi. Yog' qizib boshladi, endi piyozni solamiz. Bular yuko'gandek ko'chani qorni ishib qolgan qaranglar, bilinyaptimi? Hamma hayron, nima qildilaring, nima tiqdilaring deb. Ozgina qovurib, pomidorchani ham solamiz. Pomidorni soldik, qizartirib pishirib olamiz. Tapga ko'ra tuz solamiz. Piyoz bilan pomidorni yaxshilab qizartirib qovurib oldik, yana kartoshkani solamiz. Kartoshka sal ko'plik qilishi mumkin. Olib tashlaymiz, ko'plik qilsa. Mana piyoz soldim. Endi farsh soldim, endi aralashtiramiz. Endi guruchni solamiz. Guruch tayyor guruch, Walmartda sotadi. Shonkadan suvlar chiqyapti, endi ustini yopib dimlaymiz. Bolgarskilarni ochib tozalab olamiz. Ehtiyot bo'lib, sindirib qo'ymasdan ichidagi tuxumlarni yaxshilab tozalab olamiz. Jar restorandagidek sharoit emas, lekin trakka bo'ladi. Bolgarskilarni yuvib olamiz. Bu yerda qorachasi bor ekan, nima bo'ladi? Hozir buni kessam yorilib ketishi mumkin. Bunisi yaxshi chiroyli ekan. Qani bu yoqda ish qanday ketyapti? O'ta go'zal. Buni yaxshilab qovurib oldik. Endi suv solamiz. Yarim litr suv soldim. Xo'sh, bolgarskilar o'ta go'zal bo'lib tayyor bo'lyapti. Hozir uni yaxshilab qaynatamiz. Golubsichalar tayyor. Endi sekin qozonga joylashtiramiz. Endi golubsilarni bir maketini terib chiqamiz. Og'zini tepaga qarab qo'yamiz. O'zbekligimizni tutib, ko'p bordik. Siqsa zo'r bo'ladi. Ancha kun yeymiz. Chiroyli qilib taxladik, sal ustigacha chiqib ketdi. Nima bo'ladi? Ozgina suv solamiz, suv kamlik qildi. Xudo xolasa chotki golubsi bo'ladi. Do'stlar, o'z ko'chani yukini olib Koloradoga keldik. Ko'chani yukidagi eng yomon narsa, masalan, vaqtida ertaroq kelsangiz, qabul qilmaydi. Bir kun ertaroq kelib qo'ydik, endi bir kun kutishimiz kerak. Ertalab topshiramiz yukni. Shuning uchun ko'pchilik ko'chani yukini olmaydi. Zato lekin biz hozir zo'r ovqatcha qilyapmiz, ya'ni golubsi. Sal buni pasaytirish kerak. Ko'cha yukini yana bitta minus tarafi mana treyler qaranglar. Ko'ryaptimi? Dermenni o'qib qolgan. Ishib tursin qaranglar. Osmon lekin kayf yog'ladi. Haqiqiy musaffo osmon. Do'stlar, golubsi miltillab qaynayapti. Sal kuchli qaynayapti ekan. Olovni pasaytiramiz. Haqiqiy O'zbekistonning hidi kelyapti-ku. Endi musorni olamiz. Buni bu yoqqa solamiz. Ko'tarsak bo'ladi. Liqqa bo'ldi. Ozgina suvni olamiz endi. Mencha yetadi. Endi yana 1,5 soatcha pishiramiz. Bu pishib turadi, lekin mana oqib ketib qolibdi. Toshib. Bo'ptilar shunaqasi ham. Taglargacha oqib ketibdi. Buni tozalab olamiz. O'zi nima deyapti? Dahshat chiqyapti, lekin haqiqiy O'zbekiston. Ovqat tayyor. O'chiramizdan yuvib olamiz birinchi gaz plitani. Shu qilib turamiz. Lekin yomon issiq. Suvni ko'raylik. Buni bittada toza qiladi-ku.
deyarli toza bo'ldi. Mana endi buni joyiga joylashtiramiz. Piyozni olamiz, обязательно. Chemadaniga solamiz. Tayyor. Endi ovqatjon ichkariga olamiz. Voy, bu nima deyapti turishi? Buni ham ustini tortib olamiz. Tak. Jigarli ovqat tayyor. Voy jonidan. O'zbekistonda hidi kelyapti-ku. Mana buni birin-ketin suzib olamiz. Yo'q, bismillah, turishini qaraylik. Voy. Odammanmi? Golubsi. Yoshligimdan bilaman, eng tez pishadigan ovqat va sovishi juda ham qiyin bo'lgan ovqat mana shu bo'ladi. Gurchilan qaraylar-chilar. Chiqib turibdi. Buni sovutish uchun ichini yorib qo'yamiz. Tezroq soviydi. Voy. Shakil bo'lib qolgan ko'chada ham. Mana qo'yadi golubsicha sovudi. Ozgina chakishdi. Ta'miga gap yo'q, haqiqiy O'zbekistonning ta'mi. Trak sharoitida juda ham zo'r ovqat. Tak, buni olib hozir borib, ertalabgacha soviydi, trenler orqasiga qo'yib qo'yamiz. Kimdir keladi hozir bo'l. Yaxshi joylashdi. Ertalabgacha soviydik, endi ishlaga hisoblashamiz. Do'stlar, shu bilan videoyim o'z nihoyasiga yetdi. Podpishka uchun like bilan podpiska bosishni unutmang. Hammaga kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.